Давайте начинаем урок. Ой, sen Umida. Dangasan. Sen uxlagani kelganmisan darsga? Tur o'rningdan. Ha? Shu paytgacha qayerda yuribsan? Ha, yetimcha? Qayerdan kelyapsan, men sendan so'rayapman. Yoqa kel. Yoqa kel yonimga. Nimaga kech kelyapsan? Nimaga kech kelyapsan? Yo, nimaga kech kelyapsan? Yoqa yurgin. Yoqa yurgin. Oyijon, sizsiz qiynalib ketdim. Nega meni tashlab ketdingiz? Meni ham yoningizga olib keting. Iltimos. Menga qara, o yetimchi. Ishlaring qilib bo'ldingmi? Qanday axlatlarni ko'chaga, axlat qutiga tashlab ket. Bo'ldi, siz qimirlar. Dangasa. Mida? Non yeb o'tiribsan? Qani bu yoqqa yurchi. Voy, assalomu alaykum dadasi. Keling. Va alaykum assalom. Umidiga ovqat berdingmi? Ha, berdim. Keyin maktabdan kechroq kelgani uchun ozgina yedi-da, axlat to'kkani chiqib ketdi. Ovqat berdingmi deb so'rayapman. Aytdim-ku, kechroq keldi-da, axlat to'kkani chiqib ketdi deyapman-ku. Shunaqami? Menga qara. Axlat to'kadigan joyda non yeb o'tirgan ekan. Nima? Sen hali meni sharmanda qilib ko'chada non yeb yuribsanmi? A? Menga qara, sen qara, non yeb yuribsan ko'chada. A, bu nima qilganing? O'zingni bosdidan. Sen bu yoqqa yur. Nima, meni ko'chada yotirmoqchimisan? Ha? Ovqat suzib bergan edim, yemasdan chiqib ketsa ayb banda emas-ku. Aldama, yolg'on gapirma. Yolg'on gapirayotganim yo'q. Shu bolaga g'itmizakka ishonyapsizmi? Ishonaman. Menga qara. O'lgan opamni qizi meni jiyanim bo'ladi. Uni ko'ngliga qarashim kerak. Meni ko'nglimga kim qaraydi? Kim qaraydi meni ko'nglimga? Senga nima ekan? Ha, nima ekan? Mana shu opamni uyda yashayapsan-ku. Oyijon, men keldim. Siz hidlab bu azoblarni ozgina bo'lsa ham esdan chiqaring. Qaniydi bir marta ovozingizni eshitsam, sizni sog'indim. Hech bo'lmasa tushimga kiring. Opa, sizga nodina qog'oz olib keldim. Yo'q. Nari qo'yib qo'ysin. Ko'taradi. Men uxlayapti-da, chiqqanimizda jo'naydi. Oyim seni shuncha yillik ko'zlarini tushunmaydi. Lekin men seni juda yaxshi bilaman. Gapda bo'lganida o'zim seni himoya qilaman. Oyijon, sochlarimni chiroyli qilib o'rib qo'yardingiz. Hamma havas qilardi. Eplolmayapman, oyijon. Sizsiz qiynalib ketdim. Berchi bitta ko'ring. Vau, chiroyliligini qara. Rangini qara. Kecha oldim. Voy, muncha mazza. Ota-onang senga har doim trenddagi o'zing xohlagan narsani olib berishadi-ya. Agar chunki men dedim Nozik, har bir narsa ishlatib olmayman. Xo'is qilib nima qilding ko'ylagimni? Yomon chalindilar ekan. Kechir, to'xta. Ol qo'lingni.
Battar qilasa hidinam o'tirib qoladi. Umida, nega o'g'lan ustidan suv to'kding? Boshdan ketdi. Bekorda aytibdi. Yangi telefonimga alam qilib ataylab qo'ygan. Ana, ko'rdingizmi? Nima qilgan? Kechirim so'ra. Yig'ishtir ko'z yoshingni. Bo'l, kechirim so'ra. O'zlashtirishing yetmaganday bu qiliq yoshcha. Cho'kib kechirim so'rasin. Ey! Nega qara? Akang kiyimlari ichkarida turibdi, yuvilgan. O'shalarni dazmollab qo'ygin. Tez-tez bo'l. Eshitdingmi? Qachon bo'ldi bu voqea? Bugun. Voh, darsingga kir. Dangaslar dazmollab bo'ldingmi? Negingdamisan? A? Haligacha o'tiribsanmi? Qanaqasiga dazmol qilding bularni? Nimaga rangini rangiga qo'yib dazmollamading? A? Tez-tez boshqatdan dazmolla. Taxlab qo'y keyin chiroyli qilib. Yetim bachcha. Jonimga tegib ketdi bu. Yetim. Baba, qo'y uyda-yu. Ikkalashib qadalamiz. Kattasachi. O'rtoqlarimni o'tirishga ketdilar. Shuni? Uncha joni qattiq bo'lmasa bu qizni 18 yoshga to'lmasdan tinchitishim shart. Uy-joy unga o'tib ketsa, nima? Men bolalarim bilan ko'chada qolamanmi? Yo'q. Hech qachon. Buni tinchitishim shart. Guljaxon, darsingni qildingmi qizim? Ha, qilib oldim oyi. Yangi maktab qalay, yoqdimi? Ha, o'rganib ketdim. Trenerim ham juda tajribali trener ekan. Tug'ilgan kuningda nima olib bering? Ko'k shlem bilan perchatka olib bera qoling. Yana sport uchun so'raysan-a? Ko'ylak, tufli so'ra. Ko'ylak ham ko'raman, tufli ham menga emas. O'zi o'g'il bola bo'lib tug'ilishing kerak edi. O'g'lingizman-ku. Mansur, uy vazifangni qildingmi? Tayyorlashga imkon yo'q, ustoz. Tinchlik nima bo'ldi? Adam bilan tog'da edik. Mayli, salom etib qo'yasan-a denga. Hop. Javlon, uy vazifangni olib kel. Shu ham daftarmi? Mana shu uy vazifa deb olib kelding-da. Bu bilanchi faqat bitta joyga kirish mumkin. Na jildi bor, na yozuv va ahvolini qaralaring. Yo'qotma buni. 2. Ustoz, uy vazifani bajarib kelgan. Ikki qo'yish adolatdanmi? Balki yana dars o'tishga ham o'rgatarsan menga. Nega odam ajratasiz? Mansurni adasi yaxshi lavozimda ishlagani uchun unga 2 qo'ymadingiz. Javlon bajarib kelgan bo'lsa ham unga 2 qo'yasiz. Tekshirmadingiz ham. Aybi otasi yo'qligidanmi? Sanchi?
Oilada bittaman deb taltayib ketibsan, a? Onang bilan alohida gaplashishim kerak ekan hali seni. Nimaga bezrayib qarab turibsan? Bor chiqib ket sinfdan. O'qituvchi yoqmas ekan nimaga o'tiribsan bu yerda? Keyingi darsga onangsiz kirmagin, tushundingmi? Yana kimnidir gapi bormi? Qizim, nima bo'ldi? Nimaga kayfiyating yo'q? Oyi, nega odamlar haqiqatda yaxshi ko'rishmaydi? Odamlar haqiqatni yaxshi ko'radi, faqat uni gapirganlarni yaxshi ko'rmaydi. Bu odamlarga xos. Haqiqatda gapirmasa, qanday unga erishish mumkin? Haqiqatni gapirganlar birinchi bo'lib qurbon bo'ladi. Masalan, Masra, Nasimiy, Galileo Galiley, Kopernik, Yangus. Ular haqiqatni gapirgani uchun qurbon bo'lgan. Lekin asrlar o'tib, haqiqat aniq bo'lgan faqat kech. Endi gapirchi nima bo'ldi? Siz bilan qizingiz Guljaxonning tarbiyasi haqida gaplashmoqchi edim. Qizingiz uyda ham o'zini shunaqa tutadi-ku? Uyda u gap qaytarmaydi. Chunki uyimizda adolatsizlikka yo'l berilmaydi. Adolatsizlik deb o'qituvchiga gap qaytarish, kattalarni bir tiyinga olmaslikni nazarda tutyapsiz-da? Qizimni bittagina aybi bor. U adolatsizlikka chidamsiz. Boshqalarni himoya qilib oraga kiradi. Mayli aytib qo'yaman, boshqalarning ishiga qaytib aralashmaydi. Bo'ladimi? Tushunarli. Olman tagiga olma tushibdi-da. Ketavering. Tug'ilgan kuning bilan qizim. Rahmat, oyijon. Sizni rosa sog'indim. Man sog'inyapsizmi? Oyijon, iltimos, meni ham o'zingiz bilan olib keting. Tug'ilgan kunda so'ralgan tilak ushaladi deyishadi. Oyijon, kelishingizni, meni olib ketishingizni istayman. Qog'oz o'yinini qilamiz. Balki kerak emasdir. Sen ovozingni o'chir. Yoki o'shaning holatiga tushib qolmoqchimisan? Sen qog'oz otasan har doimgidek. Xavotir olma, biz ikkalamiz boplimiz. To'g'rimi o'rtoq? Yetimcha. Voy, Umar, yaxshimisan? Men bularni to'xtatmoqchi edim, bular meni quloq solishmadi. To'g'ri, to'xtatmoqchi edik. To'xtatmoqchi edik. Umidan chaqirmadingmi? Qorni to'q ekan, ovqat yemayman dedi. Umida, Ovqat yemayman dedi dada. tur. Umida. Kel. Ovqat yeysanmi? Nega so'raysan? Ovqatsiz unga. Allo. Assalomu alaykum, hurmatli mijoz. Buyurtmangiz yetib keldi.
Hurmatli mijoz, buyurtmangiz yetib keldi. Olib ketishingiz mumkin. Voy, yo'q. Xo'p, hozir boraman. Xo'p, salomat bo'ling. Menga qara, itmakchi. Shkafdagi pulimni sen olding-a? Shkafga pul qo'yib qo'ygandim. Sen olding-a? Hali senmi? Senmi hali? Senmi hali? Senmi? Shuni yaxshimisiz? Qayerdasiz? O'zida yaxshimi? Rahmat. Qizingiz ko'chada xuddi italagandek hushsiz yotgan ekan. Nima? Uyingizga olib bordim. Nima dedingiz? Hushsiz yotgan ekan. Uyingizga olib bordim. Mani qizimmi? Ha, opa, sizni qizingiz. Hozir boraman. Guljaxon, qizim. Ko'zingni och, qizim. Meni qo'rqitma. Nima bo'ldi senga, qizim? Oyi, sizmisiz? Meni taniyapsanmi? Jon, endi boshqa tashlab ketmaysiz. Shuni kim qilgan bo'lsa javobini beradi, qizim. Oyi? 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 Kim bu? Sen ne o'ylagandan, qizim? Qachon oxirgi marta ovqatlanganding, qizim? 2 kun bo'ldi. Ye ovqatingni. Mana bulardan ham ol. Ye, bir keyin gaplashamiz. Oyi, nega bu qiz shunchalik menga o'xshaydi? Xullas, qizim. Men bir dona arzon tug'ib berasan. Latta tutding, yig'ishtirding. Ertaga uyimdan. Men tug'maydigan xotin bilan umrimni o'tkazmoqchi emasman. ozgina chidang, iltimos, ozgina chidang. Hozir yordam berishadi. Telefonim qolib ketibdi. Sizda bormikin telefon? Alo, tez yordam? Iltimos, tez yetib kelinglar. Ayolning ahvoli og'ir, tug'yapti. Iltimos. Qayerdaman? Qayerdaman? Bilmayman qayerdaligimni. Bolajonim. Juda xursand bo'ldik. Yana nima bo'ldi? Kechir qizim. Farzandsizlik meni shunga majbur qildi. Ilojim yo'q edi. Onang shuni yo'qotgandan foydalanib seni olib ketdi. Allohim bergan sovg'ang uchun minnatdorman. Uni ko'z qorachig'imdek asrayman deb unga va'da berganman. Sening egizak opang bo'lsa kerak. O'shanda men ikkinchisini olib ketganman. Nega u bunaqa ahvolda? Nahotki uni onasi shu ahvolga solgan bo'lsa? Bilmadim qizim. Uyg'onsin, so'rab ko'ramiz. Oyi, bir masiz qizman. Xudo bergan sovg'ani pap qaytarib bo'lmaydi-ku. O'zimni aqlli qizim. Oyi,
opamni o'zizga qiz qilib olsangiz bo'ladi-ku. Bu juda qiyin qizim. Qonun ular tomonda. Agar egizagi borligini bilib qolishsa, seni ham mendan tortib olishlari mumkin. Men axir xizmat vazifamdan foydalanib, seni o'zim tuqqandek rasmiylashtirganman. Uni azoblayotganini isbotlasak-chi? Juda mushkul ish. Lekin men harakat qilib ko'raman, qizim. Oy, menda bir taklif bor. Gapirchi. Umida, men Umida bo'lib ko'rsaychi? Yo'q. Ahvolini ko'rib turibsan, seni ham qiynashadi. Men o'zimni xafa qildirib qo'ymayman. Umidani qiynagani isbot kerak-ku bizga. O'sha isbotni men topaman. Agar egizakligingni bilib qolishsa, seni ham tortib olishadi. Oyi, harakat qilib ko'rishimiz kerak. Uni bu ahvolda tashab qo'ymaymiz-ku. Oyi, iltimos, opamga yordam beraylik. Menga yordamingiz kerak. Xo'p, nima xizmat opa? Bir qiz oilaviy zo'ravonlik qurboni bo'lgan. Uni bolalar uyiga olishga yordam bering. Kim zo'ravonlik qilgan, ota-onasimi? Yo'q, kenasi va tog'asi. U yetim. Uni o'ldirishlari mumkin. Opa, unda ariza bilan dalillarni bizga yetkazing, biz ishni ko'rib chiqamiz. Men sizga isbotini yetkazaman. Mayli, salomat bo'ling. Qizim, qaldisishga qo'l uryapmiz. Xato qilishga haqqimiz yo'q. Xavotir olmang, oyi. Hammasini aytganingizdek qilaman. Umidani atrofidagi odamlarni tanimaysan. Xotirang yo'qotgandek ko'rsatamiz. Umidani ekspertdan o'tkazib, xulosasini olganman. Militsiya albatta aralashadi. Militsiya uni olib ketishga kelganida seni berib yuboramiz. Lekin unga men aytmaganman unga o'xshash qizim borligini. Tushunding? Bu yerda ehtiyot bo'l. Xavf sezganing bilan u yerdan chiqib ket. Oyi, menga zo'ravonlik qilish oson emas. Men dalil ham yig'aman va kunini ko'rsataman. Namuncha shuning ming'ir-ming'irlatding? Qurib ketgan yetimcha qatda yurgan ekan shu vaqtgacha ivirsib ko'chada. Qachondan beri buncha qayg'uradigan bo'lyapsan? Men unga qayg'urib o'libmanmi? Mana u onasini uyida turganimiz uchun majburman o'ylashga. Yana bu yetimcha uchun davlat tomonidan to'lanadigan nafaqa har oy kelib turibdi. Teshib chiqadimi? Indamay o'tiraman-da. Menga qara. Agar uni yo'qolganini bilishsa-chi, bilasanmi? Kafillik organi bizga bir so'm ham bermaydi. Mana shu uyni ham yo tirigi yoki o'ligi topilmaguncha o'zimizga o'zlashtira olmaymiz. Buni bir yo'qlik qilish kerak. Yoki tirigini yoki o'ligini topish kerak. Eshityapsanmi? Shuni bilib turib, nimaga unda urdingiz? Yashamagur. Yetimcha. Hamma pullarimni o'g'irlab ketdi. Qo'ygan joyimda yo'q. Yaxshigina pul jamg'arib qo'ygandim. Zumrasha. O'sha pullarni olib ketib, kayf safo qilib yurgan bo'lsa-ya, tugatgandan keyin kelsa-ya uyga. Voy, bu kuydirgi qayerlarda yurgan ekan? Qayerlarda yurgan ekan bu? Bir qattiqroq urib olgan bo'lsangiz, ariq-pariqda o'layotgandir-da. Bir yugurib o'tayotgan payt bir mashina urib o'ldirib oldim. Ey, gapingni shamol uchirsin. Bir narsa bo'lganda xabar kelardi-da. Morgda o'liklar ko'p tiqilib yotibdi. Nafasim yo'q. Ertaga maktabiga borib xabar olsam keyin. Bundan boshlab Gulchahonni maktabda o'qiysan. Isming Gulchahon. Adashib ketma, xo'p?
Bu qizni taniysizmi? Ha, taniyman. Xo'jayinimning jiyani bo'ladi-ku. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Bu qizni bu ahvolga kim solgan ekan, xabaringiz yo'qmi? Men qayerdan bilaman buni kim qaysi ahvolga solganini? Yo siz o'zi kimsiz? Nega meni so'roq javob qilyapsiz? Tuman ichki ishlar bo'limidan mayor Xudoyorov bo'limi. Aynan mana shu qiz bilan bog'liq holat yuzasidan surishtiruv ishlarini olib boryapman men. Men bilmayman, balki qo'shnilar bilan urushgandir, qo'shnini bolalari bilan talashgandir, a? Uni xotirasi yo'qolgan, hech narsani eslay olmaydi. Va alaykum assalom. Umida? O'zingmisan? Bo'lar ekan-ku. Shunaqa chiroyli kiyinsa. O'tir. Joy. Tinchligimiz o'rta. Kaltib qiz bola olib qoldingmi? Men doktorga ko'rsatdinglarmi o'zi? Yo'q, rosa doktorga bordingmi? Yo'q. Zarina Murodovna, bu nima? Lolani onasi iltimos qilgan edi. Lolaning onasi sizga kim bo'ladi? Yoki siz undan qarzdormisiz? Tushuntirish xatini yozing. 1-marta hayfsan beriladi. Takrorlansa bilasizmi nima bo'lishini? Bilaman. Bilaman nima bo'lishini. Endi takrorlanmaydi endi. Bunga rejalar qanaqa? Oyimga qarashim kerak. Xayr. Anga eshitildimi yo'q? Oyimga qarashaman. Buni uyga kuzatish kerak. Ayyo. Guljahon o'ziga o'xshamayapti-ku. U qizlardagi kiyinmasdi-ku. G'alati. Shu o'ziga ham mahliyo bo'lmasdi. Go'yoki alishtirib qo'yilgandek-a? Almashtirilgan bo'lsa, Guljahon qani? Buni tagiga yetish kerak. Umida, maktabda ishlaring qanday bo'ldi? Bolalar sevishmadi deb o'ylayman. O'qituvchilar xafa qilishmadimi? Oyi, men fanlarni yaxshi o'zlashtira olmaganman. Guljahonni baholarini tushirib yubormasam deb qo'rqaman. Unda seni repetitorga qo'yaman. O'zlashtirib olasan, xo'p? Xo'p. Bolalar, mana shu mashqni kim birinchi bajaradi? Qani, doskaga. Chiroyli kiyinsam, malika bo'lib qolaman deb o'yladingmi, a? Isqirt. Voy,
to'kilib ketdi. Uzr-a. Tushunmadim. Qanaqadir alaming bor? Sen menga yoqmaysan. Shu Yo'qmasa boshqa maktabga o't. O, yetimcha, tiling chiqib qoptimi? Ay, ustoz! Yana bir marta oyog'imning tagida o'rlashadigan bo'lsang, mendan yaxshilik kutma. Menga birontang sakrasang, mendan yaxshilik kutma. Mana bu Umidiz Lolani uribdi. Nima? Nima? Men sizdan aldiymanmi? Umida, shu gap rost. Hoziroq kechirim so'ra. Men kechirim so'raymanmi? U men yiqitib ustidan suv qo'ydi. O'zi kechirim so'rasin. Voy. Bu gadayevochingizni tili chiqib qoptimi? Men buni qamataman buningizni. Qo'lingizdan kelganini qiling. Nima? Trenirovkalarga borasan? Yo'q, bo'lmaydi. Maza bo'lyapti. Anu, darsdan keyin biz bilan musiqa o'yinga borasanmi? Yo'q. Onga qarashga kerak. Kurslarim ham bor. Qanaqa kurslar? Bilmayman. Yozib qo'yibdilar. Yo'q, o'zi kurslar nima kerak bor senga? O'zi hammadan yaxshi o'qisang. Balki turarsan? Anu, Fatih, meni joyimga o'tib qo'ygan. Ha, bugundan boshlab bu bilan o'tiraman. Bo'ptimi?